Ömrük sadası. Rahmat. Tursun adamның авазы, нақш етішке условия бізге бір xil күш берді, Başqaça bir xil көтерәңгі бір алат кеп қалды екенбіз. Bulub mu atış naqsların ağlısı adamdan pek usuluk çıkısı kep gitedi. Bulub mu naqslan Tursun adam Esa. Rahmat. Lekin usulluqni aytamay qaldim endi. Usulluqni aytsam shikkanlar o'ynab ketibman qolmaydi. Güzel naqshlarimiz davamlıq yangrab tursun. Endi Tursun adam bilan biz tamaqlarımızda, ancha-muncha uchrashib turamiz, faoliyatlarimizda, sahnalarimizda uchrashib turamiz. Guljamalada. Sizlarmi ko'ni tunishlar bilasizlar. Menmi bir ikki yildan beri Tursun adamni o'zimniki ustozim sifatida hurmatlab, izlab, shundoq kelyapman. His qilganim Tursun adam o'sha turmushga ajoyib bir xil umidvorlik holatda qaraydi-chu. Külki bilan muomala qila oladi. Har qanday bir ishga. Başqalarım külki ata qila oladi. Chaqchaqlar bor ixi. Agar azriq majburlab turib olsak, yo'q demaydi. Yo'q, demayman. İşqa Tursun'un her qatım ko'rganda biz ilqi tabiiy külkimiz üzülmeydi. Laq bir hammadan nega bir xo'shallik ata qildigan, bir kayfiyatni shunda ko'tirdigan bundaq bir alayligida biz hammamiz shon Tursun'ga texim amroq naqshlarni yaxshi ko'rgandan sirt üzdimi shuncha yaxshi ko'ramiz. Shunday. Mush Urumchi kelgandan keyin bir mezgil endi hammamizning turmushida o'xshamaydigan xo'shallik, ko'ngilsizlik, har xil ishlar bo'ldi-ku. Mening beshimda nurg'un qismatli o'tdi. Men unda doim xo'shal, kulib, boshqalar kulib ata qilgandek pek xo'shalab yashamadim bir mezgilchi. Endi yana desam o'tgan kun deb qolaman. Ba'zi gaplarni qilib Tursungul Qodirning yumori deydi ekan. Amaliyotda men yumor aytmayman. So'rinda bir yumordan olsam uyga vaqt unutib qolmayman. Men yumor bilmayman. Mush qashqachi gaplarni yumoristik anglab elib, o'zi bilan o'zi kulib, meni xijil qildi. Shuni bilan men nim deb qolgandim. Aş bakadi yo'lda ketib turib kulib ketadi. Men taniydigan, tanimaydiganlik. Endi men tanimayman, meni taniydigan bo'lib kulib ketsa, men buni bir piyoram bo'lib, nechdan so'rdim, nemish kulilan, nim bo'ldi. Sen plan do'stlar sizlarga qiziq gap qildi degan. Deydi, bu qiziq gap qilib, balki kuldirdi degandan ben xo'sh bo'ldim. Lekin endi doim anda bo'layvers, bijak berib qolsam, sizlar qiziq gap qildi deydi. Qiziq gap qilib aslan spek o'chig'im keldi. Men bir yumurcha misol men qiziq gapchi yumurcha emas, men noxshchi. Bu kasbga men shunda ajr qilib, shunda
qon tərimdə sığdırıb aran naxışçı bolğan vaxtımda mən yumoristik gap qilsam, naxşamni yumoristik gap bisibilib, Ha. ma ecrimdən quruq qaldı ki, mən şuna mən əgər bəsək turub alıma qızıq gap qıyğım, gap kesdim. Çidab turub alıma. Ya Tursun'un inkası bektiz. Bektiz. Bu inkası tiz degan bu bir ortiqchilik, bu bir sizinki boshqalarga qaraganda ortiqchilik bir yerlarchi. Bu hamda odamlar inkassiz bo'lganda qarshi taraf bir gap qilganda shunga loyiq javob berganda balkim qiziq to'yilib ketadigandir. Shunaqmi turmushda nurg'un odamlar qiziq gap qilay debmi gap qilmaydi-chu. Sizlar inkasi tiz bo'lganki ba'zi gaplarga tabiiy ishtik javob berayotgandan keyin boshqalarga bir qiziq to'yilib ketadigan o'xshaydi. Masalan, men bu sizga gap qilsam bir xil kulgim keldi deymiz qadi. Ya. Qasdan qilmaydi-chu. Bu ba'zi gapni qasdan qilsa kulgisi kelmaydi. Siz kulmay turib mumkin javob berlar. Amniyati bu gap bir xilchu bizga ishkibi siqanlab ketadigan o'xshaydi. Menda anglasimi bildigan, menda anglasimi bildigan gapni ba'zi inkassiz odamlarchu gapga chaqan javob, tiz javob bo'lgandan keyin shu ba'zi ashta qiziq to'yildigan o'xshaydi. Bu ortiqchiliklardan biz sizdan söylemez, siz taqdirlaysiz bo'ldi. Rahmat. Men turmushdimi xil uzun xo'shallik izledim, tapamadım. Her xil sebepli var, ağrıqsılaq, ürümçiga kelib, yana sharoitga ko'nib, xizmatga ko'nib, mushu jarayonlarda, uningdan keyingi jarayonlar degandek, o'zim xush bo'lanmasammi, boshqalarga xushallik ato qila olganligimdan o'zim baxush bo'ldim. O'zim xushallik topolmay turib, boshqalarga xushallik ato qila olganligimdan özümden faxrlanma. To'g'ri. Özüm adat xo'shulanmayman degan kulib, chaqchaq qilib, uyga kirkazsam, jimmam. Bu ya men nimda bichordak yolg'iz qoldim. Deganingiz oyada bek mandatim uyga kelib, mandab qoldim degandacha bek o'ylayman. Bu neyligi ham o'zim xo'shulab ketib, teshimga tepib ketgan xo'shallik emas u. Turmushda doim xo'shulab o'tgani bo'lmaydi-ku. Nurg'un issiq-sovuqni, nurg'un jafo mushaqqatni işimizden geçirgen vaktimizde enden biri tötedemden aldığı çıkıp mesela sözleyerligidek, nakş italigidek iktidarga erişerliydikemiz, halkımızdan imtiyazga erişerliydikemiz, halkımı bizden nakşlarımızda qollab, yaxşı görüp, bizge yaxşı tamaşıbıl bulup bämese, sahne bolmasa, To'g'ri. halk kollamasa biz ming özümüz eğitip, özümüz hoşolap, men noçi degen bilen halkımız yaxşı görmese bika. Men şuna muş xalq naqşlarini, ijodiy naqşlarini bir qadar yomon emas o'qib, xalqimizningki ko'nglidan azroq o'rin olganligim uchun o'zim shunchalik xush bo'laman. Chunki Urumchida o'tirib, men bundaq da'vaginimiz bilan tuvanga tushib baqsaq, tuvandagi xalqning ra'yini sinab baqsaq, andan biladi ekanmiz. Sizni bek yaxshi ko'rdi edi. Rahmat. Bek yaxshi ko'rdi. O'sha milliy orkestrning taklif qilishi bilan tuvanga o'ta 4 yil uyan qo'yg'ini tushdim. Bu jarayonda xalqimizningki qanchalik yaxshi ko'rdiganligini his qildim. To'g'ri. Men nurg'un yerlik uyan qo'yg'ini berish sharoitiga erishamagan har xil sabablar tufaylidan. Turmushdami, kasal og'riq bu ishlar tufaylidan boramagan. Men faqat o'kinmayman, chunki biz sirtliga chiqib, chiroq yerda uyan qo'ysak, cho'ylig'i suvni olsak, tigida qolgandek lam qaq unutib ketdi. Bizning xalqimiz, bizningki tuvandagi jafokash dehqonlarimiz bizni hargiz unutmadi. Beshiq elib ko'tadi. Hatto uyan qo'yg'ili borsak, bir ayol ustun atishliqning bir yerga borsak, 3 yil bo'libdi yotqini. Ashu Tusungul Qodir kepti desa, meni yo'lab opringlar deb kepti edimiz. O'chog'dalik boshqa ishim yo'qkan, bir yonchiqqa bir yog'liqqa g'o'rab pishmagan vaqt ekan, 5-oyning nechilari etdi. Elib osh yog'liqdan mushu g'o'rini onam ekkagan. Yana bir akimiz ataytib mashinaga chiqib, bir yog'liqning ichida o'rikninki bultuq o'rikning mag'izga u. Tiziq tizib, mushuni sizga saqlagan. Hatta uyan tugab bo'lgandan keyinmi, ustun atishning o'tyog' yezisi deb bir ekan. Aşağı borganda bekçi qadam bazaldı-chu. Yazliq mındaqılık bir. Yazliq kinoxona. Kinoxona emas, Dadining o'ylisi. Ha, kanatna. Kanatniki o'ylisida. Chiqib ketgan udimidi ular. Şu çoğun bekimiz bak igiz, örtüsüzat, bu kapak direktek durduğun. Çıketmağla, herkes çıketmağla degen denimde. Kuatlığı jığıştırıp, müzikini jığıştırıp oldu da. Neymiş kadız Tusungul Qodir. Tusungul Qodir hanım, dost hanımla okup emse biz çık ketmeymiz de başta dedim.
Degende voy men o naqshini xalla burilla o'qigan, hozir o'qib baqmadim. Qopamanglar rahmat. Desam mo faqat unimidi. Muzikani jug'ishtirib bo'lsinmi? Xotinni jug'ishtirib bo'lsin unimidi. Unimagandagi keyin muzikantni muzika sepog'aya chiqdi. Uni muziksiz mishta qulqingizni tutib bilan o'qib biring deb boshladi deganda. Atış perdesiga. Ekishga borgan bilan oyal kishini qulqin tutib naqsh o'qig'ini ko'rib baqmagan ekan. Voy deyin, ishki muzika bo'lsin cheppiringlar. Deb naqshini o'qib bo'lib mashinaga chiqsak, "Jenim ukam qo'shilib ketay, bir qo'y so'yapmish mehmonlarni men siz uchun mehmon qilib olay" dedi. O kuni men qo'shilay desam, qo'shilanmayman. Endi mana hammadan faqat qopmay o'rnidan chiqib ketmagan ekan. Bek beramchilik his qildim. O'zim xil yomon emas odam o'xshayman deb qo'shildim. Ham mushulga loyiq ish qilish uchun tirishmasak bo'lmaydiganligini his qildim. O'zimga bir ig'ir yukni atib oldim. Mas'uliyat. Mas'uliyat. Chunki biz xalqimizningki shu ko'nglidan ashunchalik o'rnagan ekan, shuni saqlab qolamisak, yana bo'lmaydi ekan. Men bir necha qitim lo'yimpanga berib, "Ukam, mush eng oxirgi qitim buningdan keyin naqsh o'qimayman, yaxshi qilib biringlar." Enandagi atishdan kelgandagi yana barmanda. Asa tuzinglarda bo'ldi degan to'zg'ida deydiq, men qaytadan yana boshqadan tirishmoqchi. Biz san'atkormiz, san'atimizni qilib, hunavan o'zining kasbini qilib, hammadan o'z kasbida ching turib, endi xalqning ko'nglidan o'rin ola oladi ekanmiz.